Men Rahim Sherzod, O'zbekiston davlatidan Qirg'iziston davlatiga kurashga keldim, Qadamjoyga. Bekpo'lat aka to'y beryapti ekan. Shu Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasida o'zaro musobaqa bo'lyapti ekan. Shuni kurashgani keldim. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston do'stligi uchun kurash bo'lyapti ekan. Qadamjoyda shu kurashgani keldik. Sovringa Mercedes mashinasi qo'yibdi. Nasib qilsa shuni yutib ketamiz. Bizni yaxshi kutib olishdi, mehmon qilishdi, rahmat hammasiga, Qadamjoy xalqiga. Bunchalik bizni hurmat qilib chaqirishibdi. Assalomu alaykum. Mo 2 nafar az shahri Xo'jand از دهه زرافشان به ناحیه قدمجای آمدیم. در اینجا گوشتین کمربندی هست. من شریفوف خورشید و شاگردم سلاموف عبدالسلام در اینجا در این گوشتین خیلی پهلوان‌های بسیار با قوت ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان آمدند. ما کوشش میکنیم که با سر بلند به وطن خود برگردیم. ما از همین صاحبان مکه خیلی منتدار میکنیم که ما رو خیلی خوب پیشواز گرفتن و خیلی خوب مهمانداری کردن. Canımızın bir kaçarı Qadamjoyga bir arzu sözü Samir'in kurmuş yip obanı Osman'a yaptı. Atlarışı yaptı.
yaşıl tergin Minik çınar, çınaları görküm olur ciğerini sotlanışır yüzünü ağaları kızıl olur bağında bulbul sayrap kuşlar olur bağında kuşlar sayrap bulbul olur kan çıkan bir çıkan kasiyetli kadamcaydan Men Жалауат облысынан Алыш Федерациясының төрағасы боламын. Быйыл тарих жана маданият жылы биздин президенттин демилгесимен быйыл ушундай иш-чаралар болуп атат. Мана ошонун бир программасынын демилгесинин бир иш-чарасы бүгүн ушул Баткен областында өтүп жатат, Кадамжай районунда. Бүгүн аябай бир чоң иш-чара болуп атат. Биз дагы Жалауаттан палвандарды алып келгенбиз. Азыркы күндө биздин мамлекет негизи өзү максат көчмөндөргө даярдап атабыз. Şu көчмөндөр оюнда жакшы ийгиликтерди көрсөтөлү. Турдуев Абдыкалил Топчубаевич, ушул алыш күрөш боюнча дүйнөлүк эл аралык тайпадагы судьямын. Бүгүнкү күнү өтө жакшы, мына биздин Татынакай, мен Нокаттан болом, өзүм Нокат районундан. Бүгүнкү күнү өзүбүзгө коңушлаш Татынакай бай районубуз, ушу Кадамжай элинде бир Татынакай уулубуз. Ушу Полотбек биздин ушу тарых жана маданият жылыга карата ошондой эле башка бир айылдардын, райондордун, областтардын жана башка коңушлаш мамлекеттердин ортосунда достук мамилени өркүндөтүү боюнча кичинекей өзүнүн колунан келишинче бүгүн ошолордун башын бириктирип, Татынакай ушул жерде алыш күрөшүн берип аттыр. Биз ошонго мейман болуп келдик. Балбандардын өтө көпчүлүгү келди. Бул жагы Лейлектен бери, Ташкенттен, ошондой эле Ош, Нокат, Жалал-Абадтан бери келишти. Бүгүн мен ойлойм өтө жакшы өтөт дейм. Биз эмне каалайбыз эми? Биз ушул Полотбекке ден соолук каалайбыз. Мына ушу кыргыз элинин ушундай чыгаан жигити боло берсин, өнө берсин. Ушуга кас карагандар мындай жакшы болбосун, мына балдарды жакшы өркүндөткөн үчүн ушу Полотбекке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кыргыз элинин балдары чыгып, колдон келишинче кичине тыйын коюп, ушундай күрөштөрдү өткөрүп, элдин ынтымакчылыгын өркүндөтө берсин деп каалайбыз да. Biz mana Toshkent shahridan tashrif buyurdik. O'zbekiston bel olish va uch kurash assotsiatsiyasi nomidan shu kurashga tashrif buyurdik. Bu yerda Po'lat aka degan odam mana to'y kurash qilyapti ekan. Azallardan o'zbek, qirg'iz, tojik xalqi yonma-yon yashab, bu udumlar azaldan bo'lgan. Bir necha ming yilga taqaladi. Shu o'zbek to'y qilsa ham, tojik to'y qilsa ham, qirg'iz to'y qilsa ham katta to'y qilib mehmonlarga qo'noqlarni berib azaldan kurashlarni qilib kelgan. Biz mana hozir O'zbekistondan bir 6 palvon bilan keldik. Kuchli hamma jahon chempionlarida, musobaqalarda ko'rgan palvonlar bilan ko'rdik. Mana 3 kundan beri mana shu qo'noqda Po'lat akaning qo'nog'ida damda olib, yaxshi damda olyapmiz. Bu to'y qilayotgan Po'lat akaga katta rahmat. Bu to'y orqali mana shu Qirg'izda ulutli kurashi bo'lgan, mana olish kurashi ham mana rivoj topadi bu. Shunaqa kurashlar tez-tez bo'lib tursa, o'zbek, qirg'iz, tojik xalqida inoqlik yana ham birdamlashadi. Endi bu kurash shunaqa narsaki, hamisha o'zbek, qirg'iz, tojiklar shu kurash orqali birdamligi azalidan. Bu kurashga chegara yo'q. Mana biz Vodildan, Farg'onadan, Andijondan polvonlarni olib keldik.
Shu yerga kelish zarur ekan, endi 50 kilometr ekan orasi, lekin biz 2000 kilometr orqali keldik. Farg'onadan Toshkentga keldi polvonlarimiz. Toshkentdan Beshkekka keldi, Beshkekdan Jallobodga keldi. Mana Jallobodga mana Qadamjoyda turibdi. 2000 kilometr keldi. Nima uchun? Lekin polvonga juda azob uzoq yo'lish. Polvon ham endi inson, lekin kurash bu juda ustun turadi polvon uchun. Qirg'iz birodarimiz to'y qilib o'zbekni chaqiryaptimi? Biz kelishimiz shart. Bu urf odat bo'lgan. Mana shu Po'lat akaga biz O'zbekiston Belolish va uchkurash asosidan katta minnatdorchilik bilan bolalarning orzu havaslarini ko'rsin. Hamisha shu bizneslari rivoj topsin. Katta bundan bog'liq ham kurashlarda qilsin. Sizlarga katta tashakkur takliflaring uchun. Rahmat. Bel olish va uchkurash assotsiatsiyasining bosh kotibi O'zbekistondan Nosirjon Azizov. Rahmat. Tarazani olib keling. Men Yo'ldoshev Japar Qadirbekovich olish kurashining qalisimin Qirg'iz Respublikasining O'zgan rayonining O'sh oblastına qarashli yerdan keldik. Mana bugun mana shu o'ziga yaqin Batken rayonida Qadamjoyda shunda Po'lat degan kurash o'tkaryapti do'stlik joyida. Bu yerga O'zbekistondan, Tojikistondan kelgan nimalar bu yerda bardığımız birga kurashlardan o'tib maqsadimiz do'stlik, bardığın chingdo. O'shalarga iyilik qalaymiz Po'latbekning ishine. Bundan naridan bo'laversin. Eng negizgisi birimlik nima bo'lib, ko'chmanlar yaqindagi ko'chmanlar o'yinida baldardı, palvandardı, tando sani bo'ladi. Assalomu alaykum, tuğanlar. Mana bugun shu Qadamjoy jergesinde cho'ng sportlik kurash o'yini boshlangan turadi. Biz o'shul birinchidan to'y boshqa rahmat shuncha yilda Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston polvonlarini cho'g'iltirib kurash o'yini uyushtirib жатат. Biz batgan o'shul o'zimizdan uyum polvonlar keldik. Endi rahmat o'shul kishiga to'y boshqa malların sünneti qabul bo'lsin. Shu to'yda kurashda cho'ng kurash boshlangan turadi. Kurashda qalislar qalis bo'lib, kuchli jengib ketaversin. Bardigi yaxshi bo'lishini tilaymiz. Men Batken rayonidan keldik. Qaratqo'y ayildan polvonlar atim Zalqarbek. Buna salamasızlarmı? Buna Baydın Po'latbay do'simizni to'yda o'tiramiz. Buna kurashni boshlab o'tamiz. Do'si bo'laman talant Aydergendan. Xudo qalasa mana O'zbekistondan, Tojikistondan keldi polvonlar, Jallobod, Büt, Qirg'izistondan, har yerlardan keldi. Kurashni boshlab o'tamiz. So'rini mana avtomashina 80 gacha yangi yoshlarga bir to'qilib qo'yamiz. Nasib qilsa kuchli bolalar olib ketaversin. Po'lat qanday bo'la, kim bo'lasi? Po'lat bu sirtda qo'ldoshib yo'l bo'ldi deb murda savxoz malida, soyuz malida injener aktivist bo'lib yurgan bolasi Ayshtoz bo'ladi. Nasib qilib buna to'y beruvdi degan, mana xizmat qilamiz. Yaxshi, chiroyli, yaxshi o'tkazib bersin. Qirg'izistondan sportmenlar chiqaversin. Men Naripov Alim Po'latning amaki akasi bo'lam. Shu to'yda kurashini yaxshi qilib elga jag'imdi o'tkazib berish uchun shu o'rtaga kelib so'ylab jatam. Po'lat kurash toza, chestni bo'lib o'tadi, xudo qalasa. Nay kurashni boshlari oldida turamiz. Polvonlar bardıq regiondan kelgan, respublika, международный bo'lib ketadi. Men shu kurashni tinch esin aman o'tishiga chin yurakdan tilakdoshman. Studiyalarga